Assalomu alaykum sizlar. Bugun Schengen vizasi haqida qisqacha qiziq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Schengen vizasi bu bilamiz Yevropadagi davlatlarga e, qiyinchiliklarsiz, bemalol chegaralarsiz o'tib ketadigan kuchli viza hisoblanadi. Buni juda ham yaxshi bilamiz. Bu aslida qanaqa ma'noga ega deganda, bu Yevropadagi eng kichkina davlatlardan bittasi Lyuksemburg. Yashash tarzi bo'yicha ham juda ideal davlatlardan bittasi, qimmat davlatlardan bittasi bo'lgan shu Lyuksemburgga Fransiya, Germaniya chegaralarining oldida joylashgan Schengen qishlog'i nomiga berilgan. Nimaga? Chunki buning sababi 1985-yilda Schengen bitimi imzolanadi. Unga ko'ra shu 27 ta davlat, hozirgi paytgacha 27 ta davlat bir-biriga shu chegarasiz, ya'ni ortiqcha tekshiruvlarsiz boshqa davlatlarga qiyinchiliklarsiz o'tish imkonini beradigan kuchli viza hisoblanadi Schengen vizasi. Schengen bu geografik nom hisoblanadi. Schengen vizasi deganda inglizchada Schengen Agreement deb ataladi ingliz tilida. Shu oddiygina ma'lumotlar. Buni ko'pchilik bilmasligi mumkin Schengen qishlog'i haqida. Ozgina bo'lsa ham qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishinglarni, obuna bo'lib qo'yishinglarni, qiziq ma'lumotlar o'tkazib yuboraman sizlar uchun. Kanalimizni kuzatib borishinglarni iltimos qilib qolamiz. Salomat bo'linglar.